91 metr va 1 metrdan oshiq bo'lgan baland sokinlar uchun ikki xil fason ko'rsataman. Nimaga bunaqa fason qilinishigacha tushuntirib ketaman. Ko'rishingiz mumkin, xonadonimiz sokili plyunsi bilan 120 bo'ladi. Bunda toshimiz asosiy ko'ksaroy bo'lgan bu. Ko'ksaroyimizni eni 60 talik, butun holatda 60 talik bo'ladi va 120 bo'lgan hisobiga detallar bilan chiqarish kerak bo'ladi. Bu birinchi fason va qilingan yechimni ko'rishingiz mumkin. Ibrohim akamlar mana shunday yechim qilishdi. 0 dan keyin sirastikka 20 lik qo'yilgan. Undan keyin 9,5, 5lik va 60lik, mana bu to'r, yana 9,5 qopqoqda ham detal va qopqoq plyuns bo'lgan. Mana shu balandlik 120. Endi yechim nimaga bunday qilingan? Chok kamroq bo'lsin deyilgan. Shuning mumkin chok qayerdadir bor. Balandligini hisobiga mana shunday yechim qilinadi. Tosh 60 sm dan kelib chiqib, mana shunday yig'ib 1 metr 120 qilingan. Endi sizlarga ikkinchi fasonini ko'rsataman. Ikkinchi fasonimiz ko'rishingiz mumkin. Sokinimiz aksariyati ramkalari bir xil bo'lgan va ramkalardan ajramagan holda ekrani, ya'ni tilasi mana bunday tikka qilingan va bunda mana bunday faskalari yoni ikkala tarafi ham ochiladi. Sabab ulanganda bilinib qoladi. Shu hisobiga mana bunday qilib yechim qilinadi va bunda sokinli balandligi qizig'i yo'q. 120 bilan 1,5 metr bilan tikkalikni o'zida mana bu detallar o'zgarmagan holatda bo'ladi. Ko'chada ko'rgan fasonlaring o'sha ko'chadagi holatda o'zidan kelib chiqilgan. Bu yerda hovli bilan yaxlit bitta fason aylangan. Ya'ni ramkalar, detallar bir xil. Misol uchun 9,5, bu tarafda ham 9,5, 5ligi, bu tarafda ham 5lik. Faqatgina o'rtada ekranni mana shunday qilib yechim qilib, zinalarni o'ziga alohida yechim berilgan, ko'rishingiz mumkin. Mana shu ikki xil fasonda qilsa bo'ladi. Bunda lentalar o'zgarmaydi. Mana bu tikka qilib qo'yilishda lentalar o'zgarmaydi. Hovli bilan bir xillik ketaveradi. Faqatgina mana shu o'rta ekrani mana shunday katta bo'ladi va 60 ta ikki tarafida faskasi bo'ladi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa do'stlaringizga yuborib qo'ying. Mramor kent haqida qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'ling. Bu obyektimizda Ibrohim akam gruppalashayapti. Ular mehnatiga ham bitta like bosib qo'ying.